2026-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan partiya a'zolari safini kengaytirish, boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyatini mustahkamlash hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish yo'nalishida muhim natijalarga erishildi. Mazkur yo'nalishdagi asosiy natijalar bilan tanishing. 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra, partiya a'zolari soni jami 718.246 nafarni tashkil etmoqda. Partiya a'zolari safini kengaytirish, boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyatini kuchaytirish va raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish yo'nalishida muhim natijalarga erishildi. Jami 45.526 nafar fuqaro partiyaga a'zo bo'ldi. Bu ko'rsatkich partiyaning jamiyatdagi nufuzi, aholi o'rtasida ekologik g'oyalarga bo'lgan qiziqish va ishonch ortib borayotganini yaqqol namoyon etadi. Qiyoslash uchun 2025-yil birinchi yarim yilligida 37.169 nafar fuqaro partiyaga a'zo bo'lgan edi. A'zolar tarkibi tahlil qilinganda partiya safiga qo'shilganlarning 24.084 nafari xotin-qizlar bo'lib, bu umumiy ko'rsatkichning 52.9% ni tashkil etadi. Erkaklar soni 21.442 nafar yoki 47.1% ni tashkil etdi. Shu bilan birga partiyaga a'zo bo'lganlar orasida yoshlarning ulushi alohida e'tiborga molik. 2026-yil birinchi yarim yilligida 25.368 nafar yoshlar partiya safiga qabul qilinib, bu umumiy ko'rsatkichning 55.7% ni tashkil etdi. Partiyaga a'zo bo'lish jarayonlarini yanada qulaylashtirish maqsadida onlayn a'zolik tizimiga yangi qo'shimcha imkoniyatlar joriy etildi. Jumladan, partiya a'zolari va faollarining tadbirlar, yig'ilishlar, tug'ilgan kun tabriklari hamda davlat bayramlari bilan bog'liq ma'lumotlardan SMS orqali xabardor qilish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Bu esa partiya a'zolari bilan doimiy aloqani ta'minlash, ularda partiya hayotidagi muhim jarayonlardan tezkor xabardor etish va faoliyatni oshirishga xizmat qilmoqda. 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra, partiyaning respublikaning barcha hududlaridagi boshlang'ich partiya tashkilotlari soni 7.728 tani tashkil etadi. Birinchi yarim yillikda 730 ta boshlang'ich partiya tashkiloti tashkil etildi. Bu ko'rsatkich partiyaning quyi bo'g'inlarini mustahkamlash, joylarda tashkiliy faollikni kuchaytirish va har bir hududda ekologik tashabbuslarni amaliy harakatga aylantirishda muhim qadam bo'ldi. Qiyoslash uchun 2025-yil birinchi yarim yillikda 87 ta boshlang'ich partiya tashkiloti tashkil etilgan edi. 2026-yilning yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlanishi munosabati bilan hududlarda yanvar oyi mahalla barqaror ekologik kelajak uchun munosib maskan shiori ostida mahalla fuqarolar yig'inlarida namunaviy boshlang'ich partiya tashkilotlarini tashkil etish oyligi sifatida o'tkazildi. Ushbu tashabbus doirasida hududlarda mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 172 ta namunaviy boshlang'ich partiya tashkiloti tashkil etildi. 2026-yil boshida BPT Eko-uz boshlang'ich partiya tashkilotlari platformasi ishga tushirildi. Mazkur platforma boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyatini zamonaviy raqamli tizim asosida boshqarish, monitoring qilish va tahlil etishga qaratilgan muhim axborot vositasi hisoblanadi. Ushbu raqamli yechim orqali boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyatida shaffoflik, tezkorlik va hisobdorlikni ta'minlash imkoniyati kengaydi. Platforma orqali boshlang'ich partiya tashkiloti guvohnomalari onlayn shakllantiriladi. Bu esa qog'ozbozlikni kamaytirish, ortiqcha hujjat aylanmasidan voz kechish hamda hisobotlarni zamonaviy elektron formatda yuritish imkonini bermoqda. Natijada quyi partiya tashkilotlari faoliyatini baholash, tahlil qilish va muvofiqlashtirish jarayonlari ancha soddalashdi.